Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozamizni o'zimiz joyiz bosganga olib kelib o'rnatdik. Darvozalarimizni har safar darvoza o'rnatsak, обязательно o'sha to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, o'sha qayta uslubdagi 2 qavatli darvozamiz shumkali variantda bo'lgan. Darvozamiz xudo xohlasa joyiga o'ta go'zal holatda o'rnatildi. Darvozani bir qator tanishtirib o'tamiz. Yondorlar 8/6 1.7 tankada profillarimiz hammasi o'sha 1.7 tankada bo'lgan. Darvozamiz orqa tomon 1.8 bo'lgan. Bu joyda oldi 1.3, orqasi 1.8, 2 qavat to'plangan holatda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, joylarga nerjimekalarni qo'yib berganman. Nerjimekalar ham qarin 0.9 da bo'lgan. Nerjimekalar eng qalin variantda bo'lgan. Tepa qismini ko'rishingiz mumkin, skvozna qilib berganmiz. Darvoza xudo xolasa o'ta go'zal holat, taglarimiz shivillarda bo'lgan. Har bitta kombinatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Mana 1.5 ga 1.5, 2 ga hammasi qalinda bo'lgan. Orqa tomonni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, darvozamiz orqa ko'rinishda ular tekis variantda bo'ladi darvozamiz. Buni 3 qavatli varianti ham bor, 2 qavatli varianti ham bor. Aloqa chiqsa ham xudo xolasa chiroyli, go'zal holatda qilib beraveramiz. Orqasini ko'rishingiz mumkin, tekis variantda. Oldi orqa bir xil desangiz, oldi orqani ham bir xil qilib beraveramiz xudo xolasa. Darvozamiz orqa ko'rinishi ham devo kraska, oldi ham devo kraska. Mokriy asfalt, xudo xolasa matviy holatda bo'lgan. Oldini ham bir qator mana kraskalarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, oldi shu matviy holatda bo'lgan. Agar buni glansli desangiz, glansli qilib beramiz. Matviy desangiz, matviy qilib beramiz. Обязательно shu gruntovkalar urilgan. Kraskamizga kafolat xudo xolasa 5 yilgacha garantiyasi bor kraskalarimizga. Avvalo xudo, albatta bu temir. Lekin kraskani olganimizda kraskachi ham shu kafolatini bergan. Xudo xolasa 5 yil kafolati bor. Hop, darvozamiz summasiga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr, shu darvozalarning 1.300.000 so'mdan dastavka stonovka O'zbekiston bo'ylab bor. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Hop, qulayroq variant desalar, qulayroq variantni ham chiqarib beraveramiz. O'sha 1.100.000 so'mdan qulayroq variantni ham chiqarib beraveramiz. Bir qavat variantda. Darvoza turlari xudo xolasa ko'p. 500 dan ortiq turi bor. Aloqa chiqsalar yo bo'lmasa o'zlaring tanlagan darvoza bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan tashlasalar ham birga bir xudo xolasa yasab beraveramiz. Hop, bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Sexda o'ziga kelib zakaz beraman desalar ham lokatsiya tashlaveramiz, kelib zakaz berishlari mumkin. Do'stlar, videomiz albatta manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.